Hürmetli kitap anlıqıcılar, huzurunlarda 1984 namlıq romanның davamı. 3. bab. Senin özgertilişin 3 basqıştın terkip tapqan. Ögünüş, düşünüş ve qabul qilishdan ibaret. Endi 2. basqışqa kirdigan vaqtdan bo'ldi, dedi O'Brien. Winston avvalqidek karvatda o'ngda yotadi. Yaqinning yaqi uning bağlaqlari xeyli bo'shab qoldi. U yanala karvatga muqimlashtirib etilgan bo'lsa-mu, hozir tizini midirilta olaydi. Beshini ikki tarafga burya olaydi. Belikini jaynikidan ko'tara olaydi. Kontrolg'ishmi ancha qo'rqinchli tuyulmaydigan bo'ldi. Agar Winston hushyor tursa, uning qiynishidan saqlana olaydi. Odatda u O'Brienning savollari oldida sal kalvalishib qolganda, ondan tutqush ko'tariladi. Ba'zida ular butun bir bosqichni tutqushni bir qatimmo tutib sanmay o'tkazadi. U bu yerda qancha bosqichni beshidan o'tkazganini eslolmaydi. Butun jarayon Winstonga to'liq uzun bilinadi. Balkim bir necha hafta bo'lgandi. Bosqichlar orasidagi vaqt ba'zida bir necha kun davomlashadi. Ba'zida hatto 1-2 soatdan keyinla yengisi boshlanib ketadi. Bu yerda yotqiningda, dedi O'Brien. Sen to'liq o'ylab ketding. Hatto mendanmi so'rading. Shafqat ministrligi nimishqa shuncha jiq vaqtini manga sarf qilib avor bo'lib ketadi deb. Sen qo'yib etilib erkinlikka chiqqanda bu savol seni yana qiynaydi. Sen o'zing yashayotgan jamiyatning ostidagi mohiyatni emas, balki uning mexanik qurilmasini tushuna olaysan. Xotirangdagi men qandaqligini tushuna olayman, ammo nima uchunligini tushunolmayman deb yozganing esingdimi? Sen nima uchun o'ylagan vaqtingda o'z aqlingdanmi gumon qilib qolasan? Sen Goldsteinning kitobini ozroq bo'lsin o'qiding. O kitob sana sen bilmaydigan bir narsa deb berildimi? Siz uni o'qiganmi? Yozgan yoki mundaqil deganda uni yozishga qatnashgan. Bilasan, hech qanday kitob yolg'iz yozilmaydi. Uningda deganlari rostmi? To'g'ri bayon qilib bergan deyishga bo'ladi. Ammo u o'tirib qo'ygan programma bir quruq gap. Ya'ni avval maxfiy yo'sinda bilim to'plash, tadrijiy oqartish, oxirida proletarlarning isyoni, andin partiyani og'dirish. Balkim o'zingmi faraz qila olgan bo'lishing mumkin. Mana bu u kitob demoqchi bo'lgan gap. Proletarlar hargiz qo'zg'almaydi. 1000 yilda, million yildimi isyon ko'tarmaydi. Ular qilinmaydi. Sana sababini deb berishimning hojati yo'q. O'zingmi bilib bo'lding. Agar sen qurol kuchi bilan biror ish bo'p qolamiki deb tush ko'rgan bo'lsang, endi bu tushlardan voz kech. Partiyani og'dirish mumkin emas. Partiyaning hukmronligi mangulik. Mana moshuni o'y fikrlaringning chiqish nuqtasi qil. U karvatga yiqilib, "Mangu!" dedi. Endi biz qandoq, nima uchun degan savollarga qaytib kelaylik. Sen partiyaning qandoq qilib taxtini tutib tura oladiganligini bilasan. Endi menga nima uchun bizning huquqqa shuncha choplashib oldiganligimizni so'zlab ber. Bizning maqsadimiz, muddaoyimiz nima? Nima uchun bizda cho'qim huquq bo'lishi kerak? Qani so'zla, dedi u Winston sukutga petib ketganda. Ammo Winston yana 1-2 minut lam-jim demedi. İç-içidan chiqayotgan bir horqinlik uni besvagan edi. O'Brienning chiroyida heyliq saranglachi qizg'inlik yana bilinar bilinmas paydo bo'ldi. Winston O'Brienning nima deydiganligini biladi. Partiya huquqini o'zining manfaati uchun emas, balki faqatla ko'p sonliq xalqning manfaati uchun qo'g'lashadi. Ularning huquqni qo'g'lashi shuning uchunki avam to'liq qo'rqinchoq.
Aciz məxluqlar bulub, erkinlikki bərdaşlıq verənməydi. Həqiqətə yüzünlənməydi. Çoxum özdən güçlüklər tərəfindən sistemlik aldınıb turuşu lazım idi. İsyanlar erkinlik bilan bəxtdən birini tanlaşı lazım idi. İnsanlar erkinlik bilan bəxtdən birini tanlaşı lazım idi. Köp sonli kişiler üçün bəxtni tanlash yaxshiroq edi. Partiya acizlarning мәңгүлік qo'g'dug'uchisi. Boshqalarning baxti uchun o'z baxtini qurbon qilib yomonlik qiladigan bir guruh edi. Winston tuyuqsiz o'ylab qoldi. Navoda O'Brien Mushlarni uningga so'zlab bersa, uning ishni qilishi bir qo'rqinchli ish edi. Buni Winstonning chiroyidimi ko'gli bo'ladi. O'Brien hammani biladi. U Winston qaraganda dunyoning zodi qandaqligini, insonlarning qandaq nachar holda yashayotganligini, partiyaning ularni qandaq yolg'on va vahshiyliklar bilan tutib turayotganligini ming hassa obdan biladi. U bularning hammasini nihoyatda obdan bilib bo'lgan, dangsab bo'lgan edi. Oxirgi maqsad uchun hammasi to'g'ri deb biladi. Winston o'yladi. O'zingdan aqlliq, gapingni anglab qo'yib, yana o'zining talbiligida ching turadigan bir talbining oldida sen yana nimani qila olayding? Sizlar bizning manfaatimiz uchun bizni boshqarsizlar, dedi Winston ojiz ovozda. Sizlar insonlar o'zlarini o'zi boshqarishga mos emas deb qaraysizlar. Shunlashqa Winston to'lab ketdi. Qattiq og'riq yana uning butun badaniga tarqadi. O'Brien tutqushni 35 ga ko'tardi. Bu bir dötlük Winston, dötlük. Sen mundaq gaplarni qilib yurmasliging kerak edi. U tutqushni yondirdi va gapini davomlashtirdi. Javobini endi men deb beray. Partiya huquqni o'z manfaati uchun qo'g'lashidi. Biz boshqalarning manfaatiga qiziqmaymiz. Biz faqat huquqqa qiziqamiz. Hargizmi boylik, hashamatlik turmush, uzun ömür yoki baxt qatorliqlarga emas, faqat va faqat huquqlar. Huquq degan nima? Sen buni hozir tushunasan. Biz burunqi barliq oligarxiyalarga o'xshamaymiz. Biz o'zimizning nima qilayotganligimizni obdan bilamiz. Boshqalar, hatto bizga oz-to'la o'xshaydiganlarmi qo'rqinchoq va saxtipazlar edi. German natsistlari va Rus kommunistlari usul metodda haqiqatan bizga eng zo'r darajada yaqinlasha olgan. Ammo ularni o'zlarining haqiqiy muddaosini tunishga jur'at qilolmagan. Ular mayli rost yoki yolg'on bo'lsin, biz huquqni amalning yo'qidan xohlamay qo'lga oldik. Yaqin kelgusida insonlar barobar erkin yashaydigan bir jannat quriladi deb qaragan bo'lishi mumkin. Lekin biz undaq emas. Bizga ayon hech kim huquqni bir mezgildan keyin boshqalarga o'tkazib berish uchun qo'liga olmaydi. Huquq vosita emas, balki maqsaddir. Hech kim inqilobni qo'g'dash uchun diktatura qo'zg'ab yurmaydi. Jazolashning nishoni jazolash, qiynashning nishoni qiynash. Xolos. Huquqning maqsadi huquq. Endi demakchi bo'g'inimni tushunyaptamsan? Winston doimqadek O'Brienning chiroyidagi horg'inlikdan cho'chib ketdi. Bu go'shlik yuz edi. Uningdan qat'iylik, rahimsizlik, shundoqla aql farosat chiqib turadi. Qizg'inlikmi, sovuqqonlikmi bor edi. Doim Winstonni amalsiz bechora his qildiradi. Ammo bu yuz charchagan edi. Ko'zlarining osti xaltalashgan, yuz terlari sangilgan edi. O'Brien Winstonga yurinib turib, uningga yuzini maqsadlik yaqinlashtirdi. Sen mening yuzimni qiribdi, charchapdi, o'zi kuch huquq haqida so'zlayotdi-yu, o'zining badanining ojizlab ketayotganini, ojizlab ketishning oldini ololmayotdi deb o'ylayapsan. Winston, sen bir shaxsning faqatla bir hujayra ekanligini tushunmamsan? Hujayraning charchaganligi organizmining jo'shqin hayotiy kuchidir. Sen tirnoqingni ilib olsang, o'lamsan, Winston.
u karvatdan turib qo'lini yanchog'iga solgan peti yana oldi keyniga mengishga boshladi. Biz huquqning poplarimiz. Xudo huquqdir. Ammo hozir sening nazaringda huquq faqatla bir so'zdan iborat. Endi sen huquqning zodi nimaligini tushunmasang bo'lmadi. Sen tunib yetishing lozim bo'lgan birinchi ish shuki, huquq kollektiv xarakterda bo'ladi. Bir yakki shaxsda u o'zining yakkiligini yo'qotqichila huquq mavjud bo'ladi. Sen partiyaning bunu şuarını bilsen, hürlük qulluqdur. Hürlük qulluqdur. Haqiqatning dal uning ta'tirisicha ekanligi kallanga kelmadimi? Qulluq erkinlikdir. Yakka erkin inson mangu mag'lub bo'lg'uchidir. U chuqum shundoq bo'lishi kerak. Chunki har qanday bir inson o'ladi. Barlıq məğlubiyyətlərinin ən çoğu mana şu. Əgər insan mutlaq özül kesil boysunsa, özünün kimligidən qutlalısa, özünü partiyaga atayalısa, qoşub etəlisə, o partiyaga aylanıdı. Güçlük boludu, ölməydi. Sən tunub yetişin lazım. İkinci iş şu ki, mən tılığı ilvatqan hüquq, insanlığa yürgüzüldüğün hüquqdur. Yani bədəngə, ən mühimi аңға yürgüzüldüğün hüquqdur. Madde üstüdeki hüquq. Sen belki bunu taşqi reallik deb atışın mümkün. Mühim emas. Bizning maddeni kontrol qilishimiz allburun mutlaqlashib bo'lgan. Kontrolg'ish Winstonning qalisidan bir pas chiqib ketdi. U badanini tiklab o'tirishga qattiq kuchab baqdi-yu, ammo badanini aran qimirtaldi. Maddeni qandoq kontrol qila olaysizlar? deb tashladi Winston kuchli talaffuzda. Sizlar hatto klimat, yerning tortish kuchi, yana kasallik, og'riq, o'limlarni kontrol qilolmaydigan tursanglar. O'Brien uni qo'l ishorasi bilan tinchlantirdi. Biz onu kontrol qila olg'ashqa, maddani kontrol qila olamiz. Reallik degan qo'lning ichidagi narsadir. Buni asta-asta bilib qolasan, Winston. Biz qilolmaydigan ish yo'q. Ko'rinmaslik, laylash, biz har qanday ishni qila olamiz. Agar men xohlasamla, men sopun ko'pkidak mushu yerda laylay olayman. Ammo men buni xohlamayman. Chunki partiya xohlamaydi. Sen 19-asrdagi tabiat qonuniyati haqidagi bilimlardan qutulishing lozim. Tabiatning qonuniyatini biz barpo qilamiz. Biroq unda qilolmaysizlar. Sizlar hatto mushu planetning haqiqiy xo'jayini emas. Sharqiy Osiyo, Yevro Osiyolarchu. Sizlar texi ularni bo'ysundiramidinglar? O muhim emas. Payti kelganda bo'ysundurmiz. Agar unda qilamiz, unda qilmasaqchu, yana bizga nima ziyon? Yana bizga nima ziyon? Biz ularni mavjudlikning sirtida qo'ya olamiz. Dunyoning o'zi okeaniya shu. Ammo dunyo bir chang to'zonlar xolos. İnsan bo'lsa, intayin kichik bechora maxluq. İnsan barlığı kelgili qanchalik bo'ldi? Yer sharida necha milyon yillar odamzot yashamagan edi. Quruq gap. Yer sharining ömrü insonlarniki bilan teng. Qandaqmi insonlarnikidan uzun bo'lsin, hech qandaq shay'i insonlarning engidan o'tmay mavjud bo'lolmaydi. Ammo nurg'un hayvonlarning taşqa aylanib ketgan ustixonlari bor. G'oyat zo'r o'mligicha hayvonlar, sut tishliq pillar, insonlar paydo bo'lishdan ilgirla yashagan-g'u. Sen bu ustixonlarni ko'rib baqqanmi, Winston? Albatta ko'rmagan. 19-asrdagi biologlar topgan gap o. İnsanlardan burun yer sharida hech nima yo'q edi. Navada insonlarning nasli qurib ketsa-mu,
Ulardan keyin yana hech nima qolmaydi. İnsandan sırt hech nima mavjud emas. Ammo butkul olam bizdan sırt mavjud-ku. Yulduzlarga qarang. Ba'zilari bizdan necha million yorug'liq yili yiroqlikda. Ularga biz mangu yetib borolmaymiz. Yulduz degan nima o? So'rdi Winston parvosizlarcha. O faqat bir necha kilometr neridagi o'tlarning ushquni. Biz xohlasak ularga yetib bora olamiz yoki ularni to'sib o'talaymiz. Yer shari olamning markazi. Yulduzlar va quyosh uni aylanadi. Winston tartishqandek bir harakat qildi-yu, ammo bu da gap qilmadi. O'Brien xuddi deyilib bo'lgan bir gapga radiya bergandek gapini davomlashtirdi. Albatta, ba'zi maqsadlar uchun bu to'g'ri emas. Dengizda ekspeditsiya qilganda, kunning tutilishi, oyning tutilishini kuzatganda, yer shari quyoshni aylanadigan, yulduzlar necha million kilometr yiroqlikda ekan deb qarasak, ondan qulay bo'lganligini bayqaymiz. Ammo undaq bo'lsa nim bo'pti? Seningcha biz ikki xil astronomiya ilmi barpo qilolmamdik. Yulduzlar bizning ehtiyojimizga asosan yaqin yoki yiroq bo'lsa bo'laveradi. Seningcha bizning matematikalarımızning qo'lidan bular kelmasmi? Sen qo'sh tafakkurni unutib qoldingmi? Winston karvatda tugilib yotdi. O nimalar demasin, bu hozir javoblar uning cho'qqisiga xuddi bozgandek tushadi. Shundaqdimi u yanala o'zining to'g'riligini biladi. Odamning engining sirtida hech nima mavjud emas deganga radiya bergili bo'ladigan gap cho'qim bor. Buning bir sapsata ekanligi isbotlanib bo'lg'ili uzun bo'lgan emasmi? Hatto buning bir nomi bor edi. Bu Winstonning esida qolmagan edi. O'Brien engishib Winstonga qaraganda, uning eg'izining bir burchigida bilinar-bilinmas bir kulki paydo bo'ldi. "Men sana degan Winston, sen metafizikada ojiz. Sen topolmayotgan gap menchilik, solipsizm. Ammo sen xatolashding. Bu menchilik emas. Agar xohlasang, kollektiv menchilik deb atsangmi bo'ladi. Ammo bu o'xshamaydigan uqum. Amaliyotda dal menchilikka qarama-qarshi uqum. Buningda biz temidan chatnab ketamiz," dedi O'Brien talaffuzni o'zgartib. "Biz kech-kunduz qo'lga keltirishga kurash qilayotgan kuch, huquq shaylarga emas, odamlarga hukmronlik qiladigan huquqdir." U yana birdam to'xtab, go'yo o'qituvchi umidlik yosh notiga dars o'tayotgan holatda so'zini davom qildi. "Bir odam o'zining huquqini, kuchini qanday qilib boshqa bir odamga yurgiza oladi?" Winston o'ylandi. "Uni azoblash orqali", dedi u. "Dal to'g'ri. Uni azoblash orqali. Bo'ysunishning o'zla yetarlik emas. U azoblanmoqcha, sen uning o'zining irodasiga bo'ysunayotamdi yoki seninkigimi deganni qanday bilasan? Huquq boshqalarning jinni qiynash va ularni haqoratlashda. Huquq insonlarning engini chul-chul qilib etib, ondan uni o'zing xohlagan shaklda yasab chiqishda. Ko'ryotamsan, biz qanday dunyo barpo qilyapmiz? Dal ilgirki hamoqat islohotchilar tasavvur qilgan rohat farog'atlik utopiyaning aksini barpo qilyapmiz. Bu qo'rqinish, osiylik to'lgan dunyo, dafsanda qilish va qilinishga to'lgan dunyo. Bu o'zini isloh qilgan sari shuncha shafqatsizlashadigan dunyo. Bizning dunyoyimizdagi ilgirlash texmi ig'ir azobga qarab mangan ilgirlashdir. Koni madaniyatlar o'zlarini muhabbat, adolat ustiga qurilgan deb da'vo qilishadi. Bizninki bo'lsa nafrat, o'chmanlik ustiga qurilgan. Bizning dunyoyimizda qo'rqinish, g'azab, saranglarcha tantana va o'zini kamsitishdan boshqa hech tuyg'u bo'lmaydi. Biz hammani vayron qilamiz. Biz odamlarning
inqilobdan burunqi davrdan qilib qolgan tafakkur odatini burun buzib bo'ldik. Biz ota-ona bilan farzand, odam bilan odam, er bilan ayolning orasidagi munosabat rishtasini uzib bo'ldik. Hech kim o'zining ayoli, bolasi, do'stiga ishonmas bo'ldi. Balalar xuddi ko'takdagi tuxumdek tug'ilishi bilanla ap ketildigan bo'ldi. Jinsiy istaklarmi yo'qayotdi ham yo'qaydi. Nasl qoldirish xuddi norma kartasini yilda bir yengilgandek yengilab turadigan bir rasmiyatga aylanadi. Biz jinsiy aloqadagi yuqori pallani yo'q qilamiz. Bizning neurologlar bu haqdagi tadqiqotni burun boshlabdi. Endi partiyaga bo'lgan sadoqatdan boshqa insonlar orasidagi sadoqat yo'qaydi. Xo'ja akaga bo'lgan muhabbatdan boshqa muhabbat bo'lmaydi. Düşman ustidan g'alaba qilgandagi tantandan boshqa kulgi deydigan narsa tugaydi. Adabiyot, san'at, fan texnika bo'lmaydi. Go'zallik bilan sattikning farqi qolmaydi. Qiziqish, havas, turmushdan huzurlanish deganlar bo'lmaydi. Barliq huzur, lazzat tugaydi. Ammo shuni unutib qolma Winston. Huquqi bo'lgan mastonlik bag'an sir kuchayib, nozuklashib mangdi. G'albiga bo'lgan asabiy intilish, ojiz bechora dushmanni yonchib tashlashdan keladigan huzur, lazzat har doim mavjud bo'lib turadi. Agar sen kelgusini tasavvur qilmoqchi bo'lsang, sen bir o'tikning odamning yuzini dasab turgan ko'rinishini ko'z oldingga keltirsang bo'ladi. Mangu. U xuddi Winstonning bir narsa deyishini kutgandek so'zdan to'xtadi. Winston karvatdan azroq ko'tarilmoqchi bo'ldi, ammo u hech nima deyolmadi. Uning yuragi muzlab qolgandek edi. O'Brien davomlashtirdi. Esingda bo'lsin, bu mangu shundoq bo'ladi. Bu yuz mangu mushundoq dastlab turdi. Yot ediydilar, jamiyatning dushmanlari doim mavjud bo'lib turdi. Shun ular doim mag'lub qilinadi, dafsanda qilinadi, haqorat ostida bo'ladi. Sen qo'limizga tushgandan boshlab, sening beshingga kelgan ishlar buningdan keyin davomlashadi. Hatto texmi kuchaydi, ishpiyonlik, sotqinlik, tutush solash, qiynash, o'ldirish, yo'qab ketishlar hargiz oxirlashmaydi, to'xtatilmaydi. Bu bir qo'rqinish, vahimaga to'lgan dunyoga aylanadi. Partiyaning huquqiy kuchi oshqon siri u shuncha shafqatsiz, sabrsiz bo'lib ketadi. Qarshilik ojizlig'an siri bostirish texmi kuchaydi. Goldstein va uning go'mashtilari mangu mavjud bo'ladi. Har kuni, har minutda ular mangu qilinadi. Her minutda ular mag'lub qilinadi, mazoq qilinadi, tukuriladi. Biroq mangu saqlanib qoladi. Sen bilan men 7 yilning yoqi o'ynagan bu drama buningdan keyinmi qayta avlod o'ynaladi. Texmi nozik, texmi ustuliq bilan o'ynaladi. Mana bu shundoq. Dushmanlar doim qo'limizda og'riqdan tovlaydi, dastiladi, chaylanadi, kamsitiladi, haqoratlanadi. Oxirida tavba qiladi. O'zidan qutuladi. O'zi xolab oyog'imizga yiqilib yelinadi. Mana bu biz barpo qilayotgan dunyo, Winston. Zafar kayindan zafar, tantani kayindan tantaniga to'shqan dunyo. Mangu huquqi esiladigan, intiladigan dunyo. Ko'rib turibmanki, senmi dunyoning endi qandoq bo'lganligini tushunib yetishga boshlading. Ammo oxirida sen uni tushunib bo'ldi qilmaysan. Uni qabul qilasan, qarshi olasan. Uning bir qismiga aylanasan. Winston gap qilgandek mag'dur yig'di. Gap qilgandek mag'dur yig'di. Unda qilamaysan, dedi u ojizona. Sen nima demoqchi, Winston? Sen o'zing degandek ondaq bir dunyoni quramaysan. U bir tush, u mumkin emas. Nimishqa? Bir madaniyatni o'shmanlik, qo'rqinish, yovuzlik ustiga qurib chiqqili bo'lmaydi. Hargiz uzoqqa borolmaydi. Nimishqa bo'lmag'idek.
Onunda hayati güç bo'lmaydi, birlik bo'lmaydi, parchalanadi, o'zligidan vayron bo'ladi. Sen tehice nefret öşmenlik adamni muhabbetten bek hortudu degan tushunchadikan sen. Nimaga shundoq bo'lsin? Agar shundoq bo'lgandimi, uning nimaga foydasi? Badura qerishni tanladik deyli. Ömrimizni teziltib 30 yoshlarda o'lib ketadigan bo'ldikmi deyli. Buning nima farqi bor? Sen tehice shaxsning o'limining ölüm emasligini tushunmadingmi? Partiyali o'lmasdir. Xuddi har doimgidek O'Brienning so'zi Winstonning demini ichiga tushiribdi. Uning ustiga agar u O'Briennikiga qo'shilmaslikda ching turaversa, yana tutqishni ko'tararmi degan qo'rqinish uningda ner bo'lmaydi. Ammo u yanala sukut qilolmadi. U O'Brienning deganlaridan paydo bo'lgan o'sha vahimaga tayinibla to'limi ojizona zakonumu yo'q holatda o'zining qaytirma zarbasini boshladi. Bilmayman, korimmi yo'q. Ish qilib sizlar mag'lub bo'lasizlar. Bir nima cho'qim sizlarni mag'lub qiladi. Hayot sizlarni mag'lub qiladi. Hayotni biz kontrol qilamiz, Winston. Hamma qatlamini. Sen hozir inson tabiati bizning qilganlarimizdan g'azab nafratga to'lib bizga qarshi chiqadi deb tasavvur qilyapsan, Winston. Ammo inson tabiatini biz yaratamiz. İnsanning qayta qurilish mumkinchiligi cheksiz. Sen balkim proletarlar yoki qullar qo'zg'alib bizni og'dirib etadi degan ideyanga qaytib qolgan o'xshaysan. Ular himmatsiz, tanho, bajoyiki hayvandaklar. Partiya ondan insoniyatdir. Boshqalar sirtkilardir, munosabatsizdir. Buning bilan korim yo'q. Ish qilib oxirida ular sizlarni mag'lub qiladi. Aman bir kuni ular sizlarning moyitinglarni ko'radi. Ondan sizlarni uzul kesib betjit qilib etadi. Moshundaq bo'layotganligining biror isbot alomatlarini ko'rib baqdingmi? Yoki shundoq bo'ladi deydigan boshqa asoslaring bormi? Yo'q. Ammo men ishinaman. Sizlarning mag'lub bo'lganligingizga ishinaman. Ish qilib bu dunyoda sizlar mangu yengolmaydigan ba'zi narsalar bor. Nimaligini bilmayman. Bir xil ruh yoki bir xil prinsipdir. Sen Xudoga ishonamsan, Winston? Yo'q. Undaqda qaysi prinsip u bizni mag'lub qilib etadigan? Undaqda qaysi prinsip u bizni mag'lub qilib etadigan? Bilmayman. İnsanlarning ruhi. Sen o'zingni odam deb qaramsan? Agar seni odam degili bo'lsa, undaqda sen eng oxirgi odam hisoblanasan. Sana o'xshashlar olliburun tugdi. Mana bizlar varislar. O'zingning yolg'izligini bilamsan. Sen tarixning sirtida. Sen mavjud emas. Uning alfozi o'zgarib, intonatsiyasi qattiqlashdi. Sen bizning yovuzligimiz va yolg'onlarimiz sababidan o'zingni axloqiy jihatda bizdan ustun deb qaramsan? Men o'zimni ustun deb qarayman. O'Brien gap qilmadi. Ikki ovoz so'zlashyotdi. Winston bir necha minutdan keyin u ovozning birining o'zining ovozi ekanligini tanidi. Anglayotgani u O'Brienning uyida qarindoshlarga a'zo bo'lgan yilqi kashda ikkisi orasida bo'lingan paranglar edi. Winston o'zining yolg'on aytishga, o'g'irlik qilishga, odam o'ldirishga, zahar chekishga, qaymoqtirishga, buzuqchilik, fohishvozlikqa, jinsiy kasalliklarni tarqatishga, bolalarning yuziga kislota chechishga bergan va'dalarini angladi. O'Brien buni anglitishning xuddi hech nimaga foydasi yo'qdek. Sal taqatsizlanib uni to'xtatdi. "Karvatdan tur!" dedi u. Bağlaq boşdurğan idi.
Winston bir doңғойып, bir дәлдәңләп дегідәк аран өрі болды. Сән әң ақырқы адам, dedi O'Brien. Сән инсан рухының қоғдығычысы. Сән өзіңні бір көріп қой. Киімдеріңді сал. Winston формасын тұтып тұрған бір шойныны бошатты. Сертмісі алып-бұрылына бошап шығып кеткен еді. O қолға ilінғандан бұян қачанларда киімдеріне селіп баққалықыны әслеймеді. Формасының ішіде кірләшкінден сарғайып кеткен бір жондәк латыны көді. O сынчылап қарап, оның өзінің іш киімі екенлігін аран тони алды. O бұланы селіп ерге ташлағанда, өйнің яны бір бешіға қойылған бір үш тәрәплік әйнәкні көді. O әйнәк еқыллашты. Andın bir dilla to'xtadi. O ixtiyorsiz to'lab tashladi. Yiqilishiver. Aynakning ikki qanoti ichiga kir. Yon tarafni aniq ko'ralaysan. O qo'rqib turib qoldi. Mükçüyüp qalgan bütün bedende qon didari yo'q. Iskeletdek bir maxluq onunğa qarab kelyapti. O onun o'zi ekanligini bilganligidanla emas, onun tashqi qiyofatidanmi haqiqatan qo'rqdi. O aynakka yaqinlashdi. Mükçüyüp turg'achqa bu maxluqning yuzi oldiga chiqib qolgandek ko'rinadi. Bu bir ümidsizlik qaplagan bir mahbusning yuzi bo'lib, kang peshonasi chechi tushib ketgan kollasi bilan qo'shilib, qaqas bir dolaga o'xshab qolgan edi. Burnimi egilib qolgan edi. Mang'iz sumaklarimi qattiq tayoq yegandek maymoqlashib ketgan edi. Ko'zdan bo'lsa bir xil urkush, vahshiylik chiqib turadi. Chiroyini qo'riq qaplab ketgan. Eg'izi bo'lsa ichiga petib ketgandek ko'rinadi. Bu Winstonning yuzi edi. Uningga yuzi ichidanmi bakrak o'zgarib ketgandek bilindi. Uning hozirgi his tuyg'usi chiroyi zohir qilg'iniga hargiz o'xshamaydi. Uning chechi asosan degudek tushib ketgan edi. U tunji qitim yuzining kul rangi kirib qolganini sezdi. Biroq faqat uning beshida shundoq kul rang turadi. Yana uning qo'li va ko'zdan boshqa butun badanimi necha yillik kir qasmoq dastidan asli rangini yo'qotib, kul rang bo'lib qolgan edi. Bu yerda qizil jarohat izi turadi. O'shqidagi jarohatining atrofini ishib, shalvarab, u yerdagi terileri tushib ketishga boshlagan edi. Ammo haqiqiy qo'rqinchli ish uning badanining bir teri bir ustixon bo'lib qolganligi edi. Uning qo'vrig'isi mana deb chiqib qolgan edi. Tizimi yonpishidan tomroq ko'rinadi. U hozir O'Brienning nemishqa yondan ko'rishga buyurganligini tushundi. Uning umurtqisi qismoqdek egilib ketgan edi. Gavdasi oldiga egilib qolgan, ko'ksimi ichiga kirib ketgan edi. O'ruqlab bir siqim qolgan bo'yni ustidagi beshini ko'ranmay egilib qolgan edi. Mundaqli qarmoqqa uning badani uzun yil kasal tatib ketgan 60 yoshlar atrofidagi odamning badanidek ko'rinadi. Sen ba'zida mendek ishki partiya a'zolarining yuzini to'limi horg'in, qeri deb o'ylayding. Endi o'zingninkini qandoq o'ylayapsan? O'Brien Winstonning mo'risidan tutib uni tikladi. Shuning bilan Winston uningga ro'bero o'tirdi. Hozirgi holingga qara. Bütün bedeningni qaplab ketgan mavu tog'larga, put barmoqlaringning orasidagi qasmoqlarga, pochiqingdagi odamning ko'nglini ilashtiradigan bu shalvarab ketgan yorga qara. O'zingning eg'ildagi o'shkidak sesib purab ketganligini bilamsan? Balki uning diqqat qilg'uvchiligingmi qolmagandi. O'roqlab iskeletdak bo'lib ketganingga qara. Ko'rdingmi? Usti beliking mana shu ikki barmoqingning orasiga keladi. Boyningni qushqashning boynini uzgandek uzib talayman. Qo'limizga tushgandan boshlab 25 kilogram yodab ketganligingni bilamsan. Chechingmi to'xtamay tushyotdi. Qara. U Winstonning beshiga qo'lini aparganda qilibla bir siqim chochni yulib uningga ko'rsatdi. Eg'izingni ocha. 9, 10, 11 tishing qapti. Bizning qo'limizga tushganda nechisi bor edi? Mana shu qep qaqaldirmi tushib ketayli deb qapti. Qara. U kuchlik barmoqlar bilan Winstonning oldidagi tishini tutib tatdi. Qattiq bir og'riq uning jovg'idan butun badaniga tardi. O'Brien uning tishini yiltizdan yulib olgan edi.
O tishini kamerning o'ttirisiga tashladi. Sen yigilab ketyapsan. Ustixonlaringmi o'zini qo'yib berdi. Sen nima? Bir tag'ir axlat. Endi burilib aynakka qayt qara. Sana qarab turgan narsani ko'rdingmi? Mana bu shu eng oxirgi odam. Agar sen inson bo'lsang, mana bu insoniy ruh. Kiyimlaringni kiy. Winston to'limi asta qo'lashmagan harakat bilan kiyimini kiyishga boshladi. U ta mushu kamgacha o'zining bunchalik o'rxlab, ojizlab ketganligini bilmagan edi. Uning qallasida faqat bu yerda o'zi tasavvur qilgandanmi uzun turganliqlar bor edi. U qasmoqlashib ketgan ish kiyimini kiyayotganda badaniga qarab birdilla intayin ichi seyrilib ketdi. U o'zining nima ish qilayotganligini bilmaydi. O karvatning yendiki kichik o'rindiqda o'tirib, o'zini tutolmay qattiq o'ksib ketdi. O o'zining qanchalik ko'rimsizlashib ketganligini bildi. Kuchlik chiroq nuri ostida qasmoqlashib ketgan yirtiq lattaga o'rab qo'yilgan bir iskelet o'zini tutolmay yig'lamoqda edi. O'Brien to'limi mehribonlik bilan qo'lini uning mo'risiga qo'ydi. Bu mangu bundoq bo'lmaydi. Sen buningdan xalos bo'la olaysan. Sen şunu xalısanla, hamma ish o'zingga bog'liq. Buni sen qilding. Meni bu holga sen tushirib qo'yding, dedi Winston o'ksib turib. Yo'q, sen bu holga o'zingni tushirib qo'yding. Sen partiyaga qarshi turgandila, sen mushundaq bo'lishni qabul qilib bo'lgan eding. Bu natija shu chaqdila belgilanib bo'lgan edi. Sen faraz qilib baxmagan hech qanday ish yuz bergani yo'q. U birdam to'xtadi va yana davomlashtirdi. Biz seni mag'lub qildik. Seni uzul kesil betchit qildik. Badaningning qandoq bo'lib ketganligini ko'rding. Kallangni o'xshash mushundaq bo'lib ketiglik. Senda endi faxrlangidak bir nima qolmadi. Sen tepilding. Qamchilanding, haqoratlending, og'riqdan chirqirding. O'zingning qon qusuqlari orasida do'milading. Shafqat tilab putlarimizga esilding. Yelinding, hamma narsaga osiylik qilding. Sen qilmagan, yana qandoq paskashlik qildi? Winston yig'idan to'xtadi, ammo yeshi yanala iqvatadi. U O'Brienga qaradi. Men Juliyaga osiylik qilmadim. O'Brien uning o'ychan bir nazarda qaradi. Ras, degining to'g'ri. Sen Juliyaga osiylik qilmading, dedi u. O'Brienga bo'lgan alayda bir ayminish, hurmat tuyg'usi yana Winstonning qalbiga kelkundek eqib kirdi. Buni hech nima to'sib olaydigandek emas edi. Nima degan aqlliq, deb o'yladi Winston O'Brienni. O'Brien Winstonning nima deyishi kerakligini shunday xatosiz topadi. Balkim dunyodagi boshqa har qanday odam cho'qim sen Juliyaga osiylik qilding deyishi mumkin edi. O'Brien nimishqa shunday deydigandi? U Juliya to'g'riliq o'zi biladigan hammani qo'ymay degan tursa. Uning odati, xarakteri, o'tmishi, uning bilan bo'lgan har bir uchrashishdagi barliq ushshaq detallar. Hatto ularning partiyaga qarshi birga tuzgan planlari, jinsiy munosabatlardan boshlab hammani Winston pokiz iqror qilgan, hammani topshirgan edi. Shundaqdimi Winston demakchi bo'lgan gapning ma'nosidan aytganda, u rostla Juliyaga osiylik qilmagan edi. U Juliyani yaxshi ko'rishdan to'xtab qolmagan. Muhabbati hozirgacha o'xshashli mavjud edi. O'Brien so'ramasdalla Winstonning demakchi bo'lganini tushundi. Manga dabba, ular meni qachon etib etdi, dedi Winston. Onunğa xeyli uzun vaqt ketishi mumkin, dedi O'Brien. Sening masalang murakkab, ammo umiddan voz kechma. Har qanday odam hamon bir kuni saqaytiladi. Biz seni eng oxirida etib etamiz.